Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, Bag'at aka avtosavdo kanalining obunachilar. Aziz yurtdoshlar, bugun 18-oktyabr 2025-yil o'z ish faoliyatimizni boshlab oldik. Saram boshlagan kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lishini tilakkan holda avtosalonimizdagi bu videomizda sizlarga faqat Cobalt avtomobillarimizni ko'rsatib reklama qilib beramiz. Oxirigacha ko'rib kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz. Narxlari ma'qul bo'lsa bemalol kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi do'stlar. Bizlar bilan bog'lanish uchun nomerni pastga qo'yib o'taman. Aloqa açık bizler bilan bog'lanib kelib xarid qilarsiz mashinalarimizni. Kelsangizlar, hamma turdagi mashinalarimiz bor. Bemalol kelib arzon kelasiz, savdo qilib ketaverasiz. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Kelishsak naqalamiz, kelishmasak sotib berish variantlari bor. Kelaverasiz, hamma ishlaringiz salonimizdan bitadi. Bo'lmasam boshladik. Birinchi avtomobilimiz mexanika Cobalt'ning 2018-yil bo'ladi. 108.000 kilometr yurtturibdi mashinamiz. Kraskasi Petnoba ekan, ishon taraf chap krenida bir qarashning joyida. Boshqa joy 100% radnoy deb turibdilar mashinani. Egalari javob deb turibdilar. Yurgan probeg kraskasini bemalol tekshirtirib olarasiz. Yumshoq bolalar ustanovka qilingan mashina, ideal holatda. Mashina kuzov holatlari ham ideal do'stlar. Hech qanday defektli joylar yo'q. Tayyor holatda mashinamiz. Bahasını do'stlar 108 milyon so'm aytadilar, ustida kelishib beriladi. Naqd pul bilan kelsangiz ustida chaqirib beramiz, egalarini ham kelishtirib savdo qilib olarsiz. 20 million oldindan to'lov bilan kreditga chiqadi mashinamiz. Oylik to'lovi 4 million 800 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Tayyor holatda. Navbatda sizlarga ko'rsatib o'tadigan mashinamiz 2014-yil mexanika Cobalt'imiz bo'ladi. 135 ming kilometr turibdi mashinamiz. Klapanlarni umuman kulish demayman ekan. Zavod holatda turibdi mashina. Kraskasi 100% radnoy, metan gaz bor, yumshoq bolalar tayyor, ideal holatda. Bahosini do'stlar 107 million so'm aytadilar, ustida kelishib beriladi. Egadan mashina kelishtirib savdo qilib olarasiz. 38 million oldindan to'lov bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov esa 3 million 700 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Ideal holatda mashina. Bemalol ustalaringizga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar. Gelereste. Aytilish bahası 107 milyon so'm. Navbatda sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobalt'imiz 2024-yil aksiyada qo'ygan Cobalt'imiz bo'ladi. 11 ming kilometr yurtdi, kraskasi 100% radnoy. Mashina metan gazlari, yumshoq bolalar ustanovka qilingan, birinchi nomerlar olingan, tayyor holatda. Ichida servis kitobchalari, hamma narsalari tayyordir. Kraskasi 100% radnoy mashina. Bemalol ustalaringizga tekshirtirib olarasiz, zavod holatda. Narxini 155 milyon so'm aksiyaga qo'yganmiz do'stlar, kelib bemalol xarid qilarasiz. Naqd pul, kredit, barter o'zgarmaydi. 155 milyon so'm. 27 million oldindan to'lov bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov esa 4 million 100 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Ideal holatda mashinamiz. Ko'rib o'tamiz bir qator do'stlar. Aytib o'tganimdek, mashina zavod holatda turibdi. Hech qanday qirilgan, chizilgan, defektli joylar yo'q. Ideal holatda. 155 milyon so'm gelerasiz do'stlar. Navbatdagi Cobalt'imiz Darkman Blue Suede 2023-2024-yil mexanika Cobalt'imiz bo'ladi. Mashinamiz yurgan probeg 25 ming kilometr, kraskasi 100% radnoy. Mashinamizda metan gazlari, yumshoq bolalar ustanovka qilingan, tayyor holatda, ichida o'zining servis kitobchalari bilan turibdi mashina. Ideal sostaniyada bahosini do'stlar 147 million so'mga qo'yib beramiz. Egalarini chaqiramiz, ustida kelishtirib savdo qilib olarasiz. 30 million oldindan to'lov bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov esa 3 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Zo'r holatda mashinamizni ko'rsatib o'taman bir qator. Ko'rib turalaringiz do'stlar, hech qanday qirilgan, chizilgan, defektli joylar yo'q. Kuzov ham top-toza bo'lib, zo'r holatda turibdi. Qarab farqlaydi mashina. Zo'r sostaniyada. Bemalol kelib xarid qilarasiz. Sizlarga navbatda ko'rsatib o'tadigan Cobalt'imiz do'stlar 2024-yilda ishlab chiqarilgan 5000 kilometr yurib turgan Cobalt'imiz bo'ladi. Mashinaning kraskasi 100% radnoy, yumshoq archa balolar bilan jihozlangan, metan gazlari qo'yilgan, birinchi nomerlar olingan, tayyor holatda. Bahosini 164 million so'mga qo'yib beramiz, ustida egalarni ham chaqiramiz, kelishtirib savdo qilib olarasiz. 32 million bilan kreditga chiqadi, oylik to'lov esa 4 milliondan 5 yil muddatda bo'ladi. Ideal holatda mashinamiz. Ko'rib o'tamiz. Kuzov holatlari ham ideal, top-toza bo'lib turibdi mashina. Umuman defektli joylar yo'q, tayyor holatda. Zavod sostaniyada turibdi mashinamiz. Aytib o'tganimdek, birinchi nomer, metan gazlar tayyor, yumshoq bolalar qo'yilgan. Ideal holatdagi mashinamiz 164 million so'm ustida kelishiladi. Gelerasiz do'stlar.
Navbatdagi Cobalt'ımız 2024 yıl işlep çıkarılan atigi 1000 kilometr yurib turan Cobalt'ımız bo'ladi. Kraskasi 100% radnoy zavod holatda turibdi mashinamiz. İçinde özünün servis kitapçaları, özünün radnoy baloları, metan gaz hamda birinchi nomerlari alingan mashina. İdeal holatda 165 milyon so'm aytiladi bahası, üstünde yana gelişiladi gelarasida do'stlar. 36 milyon bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 4 milyondan 5 yil muddatda bo'ladi. İdeal holatda ko'rib o'tamiz. Mashina zavod sostanida aytib turganimdek aziz yurtdoshlar, metan gazlari qo'yilgan, birinchi nomerlar alingan, tayyor holatda. Yurgan probegi ham 1000 kilometr atigi. Zor holatda. Cobalt avtomat korobkani yurmagandan sonra yurtdoshlarimiz uchun salonimizda 2025 yılda ishlab chiqarilgan 0 probeg Cobalt'ımız var do'stlar. Avtomat style, kraskasi 100% radnoy, özün radnoy balolarında turibdi. Mashinamiz hech qanday probeg basmagan, benzinde. Zavod holatda desam to'g'ri gaplagan bo'laman. Birinchi nomerlar alingan faqat mashina. Tayyor holatda, bahası 168 milyon so'm aytiladi, üstünde gelişiladi do'stlar. 32 milyon bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov 4.200 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Mashina tayyor holatda do'stlar. Birinchi nomeri alingan. Zavod holatda. Bemalol gelip xarid qilaverasiz do'stlar. Ideal sostanada mashinamiz. Atalish bahası 168 milyon so'm. Do'stlar, sizlarga yana bir Cobalt'ımız kelib turibdi egalardan hozir. Bu avtomobilimizdan bir qator tanishtirib chiqamiz, keyin o'zini bo'lakcha obzor qilib ham chiqaramiz. Mashinamiz egadan kelib turibdi do'stlar. 2020 yıl, kuzov 2021 yıl, texpasport 2020. Yurgani 17.000 kilometr ekan do'stlar. Kraskasi 100% radnoy. Mashinada metan gazlari ustanovka qilingan, yumshoq pollar ham tayyor, ideal holatda. Bahasını 138 milyon so'm aytadilar do'stlar, üstünde gelişiladi ekan naqd pul bo'lsa. 42,5 milyon bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lovi 3 milyondan 5 yil muddatda. Ideal sostanada ekan avtomobilimiz do'stlar. Bir qator ko'rib o'tamiz. Ko'rib kuzatib boraverasiz. Ina do'stlar, salon holatlari ham ideal. Zo'r holatda turibdi ekan mashinamiz do'stlar. Kuzovini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, zo'r holatda, umuman defektli joylari yo'q mashin. Qarab farqli edilgan ekan. Yurgan probegini ham, kraskasini ham javob turibdilar. Bemalol tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi. 17.000 kilometr yurgan, kraskasi 100% radnoy ekan, absolut radnoy. Kelaverasiz do'stlar, 138 milyon so'm aytadilar, üstünde gelishib beriladi. Avtomobillarimiz Boğat aka avtosavdo salonimizda sotuvda turadi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Rahmat oxirigacha kuzatib borganlaringiz uchun. Kelsangizlar nima turdagi mashinalardan bor, bemalol kelib arzon kelish savdo qilib ketaverasizlar. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol kelsangizlar bo'ladi, kelsak. Naqalamiz kelishmasak sotib berish variantlari bor. Rahmat kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Like bosib, kommentariy yozishni yoddan chiqarmaysizlar.